Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi darsimiz rus tilida ranglarni nomlanishi. Bizning darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Demak, bugungi darsimizni boshladik. Krasniy, krasniy, qizil rang. Черный, черный, qora rang. Желтый, желтый, sariq rang. Коричневый, коричневый, malla rang. Синий, синий, ko'k rang. Белый, белый, oq rang. Зеленый, зеленый, yashil rang. Серый, серый, kul rang. Розовый, розовый, pushti rang. Оранжевый, оранжевый, sabzi rang. Фиолетовый, фиолетовый, binafsha rang. Голубой, голубой, osmon rang. Yarqa, yorqin. Yarqa so'zini barcha ranglarga nisbatan ishlatsa bo'ladi. Masalan, yarqa krasniy, yorqin qizil yoki yarqa zелёный, yorqin yashil. Темно, temno so'zi ham xuddi shunday. To'q, o'tkir ranglar uchun bu so'z ham barcha ranglarga nisbatan ishlatiladi. Masalan, темно черный, to'q qora. Темно голубой, o'tkir ko'k rang. Bugungi darsimizni ma'lumotlari shulardan iborat. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.